6 yildan beri Rossiyadaman. Hammaga o'xshab men ham 6 yil oldin Rossiyaga shu ishlash uchun kelganman, lekin blogerlikka qiziqqanim sababli har doim hamma odam ishni tugashini uxlash uchun kutsa, men video olish uchun kutganman. Har kun ishdan keyin video olishga chiqardim. Birinchi videom mana shu mostda bo'lgan. Ko'rgan bo'lsangizlar kerak. Shu mostga birinchi videolarimni boshlaganman. Musofir deb, ana ostanovkani yoniga olganman. Hozirgi kunda Rossiyada ishlab, video olib 172 mingta podpisчигim bo'libdi. Bu menimcha juda yaxshi natija. Jigarlar, hozir men niyat qildim. Xudo xohlasa yangi yilgacha, ana hozir noyabrning oxiri, bir oymi, 1,5 oy vaqt bor. 200 mingta bo'lishini niyat qildim. Bilaman, ko'pchilik musofirlar meni podeshka qilgan, musofir degan videolarim uchun. O'ylaymanki, shu videoni ko'rayotgan odam, birinchi marta ko'rayotgan odam podpisча tashlab qo'yinglar, shu 200 ming bo'laylik, shu musofir bolasi ko'tarilsin, onasidan debsin, to'g'rimi? To'g'ri. Xudo xohlasa 200 ming bo'lsak, shu Rossiyada yurgan musofirlarga oshmandan onasidan 200 ming bo'lgan kunim, agar yangi yilgacha Xudo xohlasa. Может, oldinroq bo'lib qolsa farq yo'q. Chiqib shunaqa gaplar. Nima ham deymiz o'sha gap? Musofir! Musofir dardini bekitib